ko'p o'tiraman-ku mashinada. Mana shu oxirgi joy qotib qoladi, og'rib. Ha, bo'ldi. Endi bugun joy bor-ku. Ha, bu yaxshi o'tirib turishlariga qarab. Yo'q, chotka hammasi. Hammasi. Faqat oyoq harakat mana shu yerga chimillab qo'yadi, chim. Ha, yaxshi bo'ladi. Qarang, endi faqat shu tursangiz bildiradi, anaqa qilib. Ha, ko'p o'tiraman-ku. Ha, o'tirganda rolda shofyorman-da. Ha, qarang. Siz davolaymiz. Rolda ko'p o'tirmaysiz endi. Har bir soatda tushib, aylanib, har bir soatda aylanib turasiz. Endi o'tirmasangiz ko'p bo'lmaydi-da. Shunday. Davo chiqdi. Keyingisi ham bor. Men keyingisi kamera bo'lsa ko'proq. Mana bu qop-qora pul turishman shu Ha, shu. Ha, kelgan nasib xudo bo'lsa yaxshi bo'lasiz. Niyat bilan keldingizmi? Albatta. Nima shunday? Ha, bismillahirrohmanirrohim. Ha, og'riymi belda? Yo'q. Yelkada toliqish, baliqish bo'lmaymi? Yo'q. Mana belda og'riq bormi? Yo'q, og'riq yo'q. Mana belda. Yo'q. Mana belda yo'qmi? Yo'q. Mana beldachi? Yo'q. Qaysi oyog'i Beldachi? Mana o'zi oqsaydi faqat. Ha, shunisi oqsaydi. Ha. Ha, oyog'ingiz bu qilyapkan. Ha, shunisi kaltaygan. Shunisi kaltaygan. Bo'ldi shular. Qarang, mana yelkani qorinni ko'taring. Ha, qo'y, yoting. Oyog'ida xuddi oyog'ida yoting. Ana bu peshonani qo'yib qo'ying. Tizidan bukil. 2. Bo'ldi. Endi qarang, endi mana yostiq olamiz. Yotib qabul ko'rayotgan oyog'ingizda. Ha, yaxshi, mana zo'r. Endi qarang, endi balandga qarab yoting, osmonga qarab. Oyoqlarni tortamiz. Erkin qo'yasiz oyoqlarni, erkin qo'ying, erkin bo'sh. Ha. 1, qo'rqma. 2, 3, bunisini ham. Bo'sh qo'ying. 1, 2, 3 bo'ldi. Endi oyog'ini tortamiz. Ko'taring. Bo'ldi. Shu ko'taring. Ha. Siz ushlab turasizmi? Sal bosib turasizmi? Ha, shuni. Bo'sh qo'y, bo'sh. Bo'ldi. Qarang, endi yana qorin bilan yotamiz. Sen belingda og'riq yo'qmi? Mana bu qo'yamiz. Qochib qolganda. Mana bu qo'yamiz. Yo'q, og'riq. Ha, grija bor-da, shu. Ha, oyoq harakatga keldi, harakatni qiladi. Peshonani qo'y maniga, yo'q. Oldin, ha, mana. Yana sal bo'ldi, ana shunday. Ha, bismillahirrohmanirrohim boshladik. Qarang, oldinda bo'ladi. Bo'sh qo'ying. Mana bu yerda bari toliqish bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Bosh og'riq bo'lmaydi, biydan urgandek. To'g'rilganday bo'lyapti. Bo'ldi. Bo'sh qo'y, bo'sh. Bo'sh qo'y. Ana bular urgani, hali qo'l bilan uryapman. Ochasiz. 2 marta tushasiz. Bo'ldi, tushing qani. Chidalmayapsiz uncha. Shiddatli og'riq borda. Bir yurib ko'ring, shu og'riqlarni anaqa qilib ko'ring. Qaysi vaqtda og'riydi? Shuni tekshirib qani. Yo'q, og'rimaydi unchasi bu. Nima qiladi? Aytaman, ko'p o'tirganda mana shu yerim uvishib qoladi. O'tirib ko'ring bo'lmasa. Qancha o'tirsangiz shunday bo'ladi. Shu 1 soat mashinada o'tirsam. Men qarayman, mana shuni ishlasam, bichirib qo'yaman shu. Ha, bo'ldi, yana chiqing bo'lmasa. Qarang, shu yerda shunday turinglar. Mana qo'lni ishlang, shuni qo'lni qo'ying menga. Ha, shu. Bo'sh qo'yman, bo'sh qo'ydim. Bo'ldi. Yering endi. To'sham o'tirmaslik kerak. Bo'ldi, endi bir aylanib ko'ring. Qarang, o'tirib ko'rasizmi, boshqalasizmi? O'shani sinang. O'tirish hammasi yaxshi. Hammasi. Mashina hozir qarang, shuni bilishim uchun siz hozir 1 soat o'tirishingiz kerak-da. Yo'q, boshida ko'proq o'tiraman. Endi hozir foyda yo'q, zarar nima, qanday bilamiz? Endi bir o'yin orqaga. Mana qarang. Men orqasidan tursangiz bir dumma qiyshaygan-da. Yo'q, hozir mana o'ziga bilinadi. Siz yurib ko'ring-da, o'ziga bilinadi.
Yaxshi oyoqligi qizidi. Yo'q, mana o'zingiz yurishingiz to'g'ri bo'ldi. O'zingiz aytasiz-ku, o'zingiz yuring. Bo'ldimi? Sezdingizmi? Yaxshi. Buni O ko'zga ko'rmaydi. Odamning o'zi biladi. Shunday. Oyoq qizidi lekin mana Qizgita. Endi qon bo'lyapti-da. Qon bo'lmay qo'yadi. mana qilgan yo'qqa. Yuring. To'g'ri. Mana o'zi biladi, o'ziga biladi. Bizlarga bilmaydi bu. Normal. Yaxshi. Ha? Yaxshi. Mana shu yerda ana shu bajarlash yo'qolsa bo'ldi, mana shu yerda. Yo'qoladi. Men shu yerdaman. Yubay bilaman kelasiz. Men shu yerdaman. Qarang. Mana faqat 15 kundan keyin kelasiz. Chunki odam hozir o'tib-ku. Shu yerda ishadi, ular qaytgandan keyin kelasiz. Agar og'risa, siz kelmaysiz. Siz kelib o'tirmaysiz. Men mana qilgan narsamga javob beraman. Yubay bilaman kelasiz. Shu mana bu dostonim ichida kelib yaxshi bo'lib ketdi-ku bizdan. Sizdanmi? Mulla Qur'ondan ha. Shundan ko'rib keldim-da, men o'zi Jizzaxga bormoqchi edik boya kishiga kim? Jo'ra bo'ladi. Ha, Shotim. Ha, Shotim Jo'rayev. Shunday. O bola o'z bilan gaplashdingizmi? Ha, yuribdi hozir oldimizda. Yaxshimi deyapti? Ha, qancha qishloqda chotga zo'r. Katta muncha joyda og'rib qoluvdi, yo'q bo'ldi aka dedi. Ha, kelaversin agar Endi yuraversa, oshib ketadi. mashq qilasiz, to'xtovsiz mashq qilasiz. Men oldin Toshkentda ham bir beldan ukol olib keluvdim-da. Ha, Lekin mashqlab berdi, shular qilamiz-da. mashqlar qilavering. Ha, o'tirib turasiz, enkayasiz. Faqat og'risa ko'tarmaysiz. Baxtiyor aka degan doktor bor, Karagida. Karima klinikasi. Tashmayman. Yo, ular taniyman. Qarang, 15-20 kun og'risa ko'tarmaysiz. 5 kun 6 kun keyin asosiy ko'taravering. Ko'tarmayman o'zim. Uni barisi mana joyiga qotish kerak-da u. Hozir birdan yana ko'p mashinada o'tirmang. Hozir o'tirmaymiz, hech biramizda bemalol uyda yotamiz deydi. Yo'q, yotmang. Harakat qiling, ko'p yotmang. Yurib turing-a. Ha, yurib turib mashq. Buni maqsad borku, mana bu shakllarni baquvvat qilish kerak. Mana ular ana qilsa qo'yib bering. Ko'proq Ko'proq bering. Ha, bo'ldi. Uni bog'laymiz. Ertalab, kechqurun, ha? Shunday. Chiqing yana birlikda urib beraylik-da. Chalasi qolmasin. Haliga qo'yasizmi endi? Yaxshigina Mana bularga uraman hozir. Mana bizlar asbobimiz bor bitta. Qo'l bilan hozir uraylik-da. O'z bundan ham qo'lim yomon lekin. Qo'limning zarbasi yomon. Mana ular kasal aytadi-da, qo'limiz bilan buni deydi. Qo'lim bundan yomon deydi. Ha, bismillah deb mana bular hozir birlikda turaylik. Tizangiz og'rimaymi? Yo'q. Mana shu og'rigani bor-ku, og'rimasa foydasi yo'q. Og'rigani foyda beradi. Bo'ldi, tushing, bo'ldi. Qarang, bo'ldi, tushing. Senga o'rmay qo'ydi, ha? O'rmay qo'ydi. O'rmay qo'ysa sezmay qolgan bo'ladi-da. Yo'q, og'riq yo'q o'zi. Yo'q, hozir mana men urayapman-ku. Hozir og'riq ochyapti. deydi-ku. Bekarga odam ekanda. G'irchib ketadi. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum. Siz ta'lim deyapsiz-ku, men bir qadam yuraverib kelib. Ha, xudo xolasa. Yani ba'zilar 2 marta keladi-da. Ha, odamlar, devoragi yaxshi ekanda. Ha, shunday. Chida tursa bo'ladi-ku, ya. Chidasa bo'ladi. Chidasa bo'ladi. Odam o'ziga bor. Endi og'riq bilan kelganlar yomon bo'ladi o'sha. Ha, og'riq bilan. Qarang, mana gareja bilan yuraverasiz-ku. Mana bu yerda keyin asosda mana tizzalar og'rib boshlaydi. Undan o'tirgan, hojatxonaga borganingizda turishingiz qiyin bo'ladi. Asosda yemirilib boshlaydi. Shuning uchun ana garajani olish kerak. Mana ba'zilarda mana bu yerga beradi. Bizlar har kuni beton qo'yamiz. Bizniki faqat mana shu oyoq, mana shu bichir qilib qo'yadi 3-4 kunda. Hozir qilmaydi endi. Endi qilmaydi. Shuning uchun cho'v yuribdi. Endi qilmaydi. Qolgan joy masala yo'q, hammasi chotga. Ha, bo'ldi. Faqat shu, mana shu chap oyoqqa ketdik, beradi. Chimirilib. Aytgan qilmay qo'yadi-da. Siz loyishni o'zidasiz. Loyishni o'zidan.
Bu ukolni ham oldim doktor bu. Hammasini olib ko'rdik to'g'risi. Ha. Shu oxirroq shu ma'qulmikan shu. Shu ma'qul, eng yaxshi. To'g'risida. Ha, ham tez. Chunki men dostonim hamma joyda yotib chiqdi-da bir sira. Ha. Kecha oldingizga keldi-ku, aka, Ha. mana bir ko'ring deb ko'rsatdi. Ha. Qanday yaxshi tug'ilib qolsang uka dedimda ko'rishdik. Ha. Keyin shuni shaharda bor ekan, Jizzax bormoqchi yuribman desam, yo'q, sherda bor ekan, aka ko'rmagan ekanmiz. Ha. Yaxshi bo'ldi, mana yengilib qoldi. Mana oyog'im yaqinlab turardi, masalan, Ha. shu qizyapti lekin oyog'im. Ha, qiziydi. Qizyapti. Xudo xohlasa. Endi ko'proq piyoda yuramizda. Piyoda yurasiz aka. Endi Tavsiya qilasizmi? tanish bilishlarga ham aytamiz endi. Og'riq deydi, ya 3 sekund bo'lganda og'riq ana shu ichidan tursa o'tib ketgan. Chotga emas, yaxshi. Mayli, sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Men shu yerdaman, nima bilayman? Murojaat qilishingiz mumkin.